Ular yuqori qo'llidan Karoshda kapisinglar bizani brakket o'g'lari kelib manzara pizde tozg'istava ularni eshik tomoshabinlarni eshik biza shaxsiy transport vositamiz. Yo bu bala emas, mana bu eshik. Bu bala biyozorgina odam. Sizga o'yiningizda. Mana manzara ko'rishinglar unga arqa tomonlardan ko'rsataylik. Mana biza jamoa emas, multik krug emas. Kimlarni sog'lamadi ko'rishinglar mumkin. Dur bo'lyapti manzara. Ular biza sherga biza o'tirida to'g'ri tarlaga sherga elo ichi malaka to'xtatmoqda. Hozircha yangiliklashi endi biza yo'l topib turibdi. To'qamayman. Hozir biza turishga borib yana video qo'shamiz. Xullas joy vashshi dahshat joy ekan, manzarasi mana sharsharali joy ko'rishingiz mumkin. Va bizda mana vaqqa jamoamiz, xullas zo'r joy. Vaqqa jamoamiz bilan mazza qilib dam oldik. Rasm tushishlarga vashshi dahshat joy ekan. Mana hammasi qilib mazza qilib rasm tushsanglar bo'lar ekan. Balkim sizlarga ham qiziqdir. Sizlar shu savol tug'ilgandir. Eshikni qayerdan olding? Qanday qilib olding degan savol. Hozir kursdan 15-oylar biza. Mana qanday narsalar. Eshaklarni oldiga keldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana chimbiladigan joy. Eshiklarga sharshara bo'lib tushirmay ajoyib. Qalbqalari nimadan chiqib joyi bor. Shunday fovqulodda mazza qiladi. Xullas, eshikni qanday qilib ovlaganimizni ko'rdinglar. Aslida sharsharali joyga cho'mildik. Tepalari bundan-da chuqurroq. Va hozir sizlarga ajoyib bo'lgan sakrash kurslari ko'rishingiz mumkin. Wow! Videoni shu joygacha ko'rganingiz uchun rahmat. Xullas, ko'rdinglar biz qanday joyga dam olganimizda. Bu joyda manzilni so'raganlar uchun manzil Mirakkiya, dam olish puli esa bepul. Prosta yeb ichishga nasib kelasizlar, mazza qilib cho'milib ketasizlar. Bo'lishi, like va podpiska bosish esdan chiqmasin.